G'ijduvon tumanida yashovchi fuqaro 2025-yilning 5-mart kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasining 102 operatoriga qo'ng'iroq qilib, o'zini Rustam deb tanishtirgan shaxs axborot texnologiyalaridan foydalanib, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini qo'lga kiritish maqsadida o'ziga tegishli bo'lgan Instagram messenjeridan foydalanib kelayotgan akkauntini 1.100.000 so'mga sotishga kelishib, pullarni bank plastik kartasiga tashlattirib olib, uni aldab Instagram akkauntini bermaganligi uchun unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni Toshkent shahrida yashovchi fuqaro sodir qilganligi aniqlangan. Hozirgi kunda ushbu shaxsning boshqa xuddi shu turdagi fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.